Nishoysa katta yangilik. Endilikda siz faqatgina oyoq kiyim sumka emas, balki butun luk qilib olib ketsangiz bo'ladi. Nishoys Collection ochildi o'rtoqlar. Shu munosabati bilan skidkali yomg'irni e'lon qilamiz o'rtoqlar. 2000 ming so'm narxlangan shunaqa jinsilarimizni sizlar uchun 51% skidkada atiga 99 ming qilib qo'ydik. Ochilish munosabati bilan. Jonkala New Shoes Collection'da kiyimlarni asallari kelgan. Kalta mislar, uzun mislar, semiz mislar, ozg'in mislar, chiroyli mislar. O'zi xuddi ayollar o'zi yo'q. Mana shundoq kelasizlar, kiyimlarni kiyasizlar. Battar asal bo'lib, jonka bo'lib ketaverasizlar. Narxlari bomba. Ochilish munosabati bilan Turkiya, Xitoy mana shimlarni hammasi atiga 69 ming so'mdan. Vashi qicha o'tiradi. Ishoninglar, chunki men o'zim ham kiyib olganman, qaranglar. Qo'ymi? Mana shu ko'rayotgan jinsi rubashka kostyumchiklar 99 ming so'mga skidkaga tushgan ochilish munosabati bilan Sizlar uchun 149 mingdan sotishga qaror qildik. do'konimiz ochilish munosabati bilan shu dvoykalarni 29 ming so'm chegirmaga qo'yib yubordik. Manzil Sergeli 3-bekati bilasizlar. Sergeli bekati va to'g'ri yurib kelishda o'ng qo'lda Nishoys do'konimiz chiqadi, to'g'rimi? Lekin sal ozgina pastroqqa tushamiz, peshkom yurib va shu zanaga yetib keldik o'rtoqlar. Ochilishimiz esa 30-mart kuni soat 16:00 dan. Lekin sizlarni hammalarni 30-mart kuni ertalab 10:00 dan do'konimizda kutib qolamiz o'rtoqlar.